Faqat o'tirgandan ko'ra mehr somsada bir yangilik qilishni boshlaylik endi. Yangilik jinnisi bilamiz. Nega pishdimi boyagi endi aytganimiz? Mana o'zi ham hozir xudo xohlasa 1 minut. Bu har xil negativ uchundir. Bu qo'yni bo'ynidan yangicha somsa bu. Mana hech. Ana bu qo'yni bo'yni bilan. Qo'yni bo'ynidan ham somsa endi menga kirdi. Hammalar mehr somsada kutib qolamiz hozir. Ta'miga ham baho beramiz. Prosta bomba. Aybimiz bor lekin aybimizni ham tan olish kerak. Salgina issiq. Boshqa ayb topolmaysizlar. Hammalar kutib qolamiz. Burada faqat bo'yin go'shti yopib yordingizmi yo boshqa turlari ham bormi aka? Yo, bizda hozir shu yerda 7 xil somsa chiqadi. Qarang, 15 ml mana mol go'shti 250 gram, 17 ml qo'y go'shti 250 gram, 22 ml karayka somsa, 30 ml mol go'shti yarim kilo, 35 ml qo'y go'shti yarim kilo, bo'yin go'sht, kosa somsa 1 kilolik 750 gramlik somsalar bor. Hammalar mehr somsada kutib qolamiz. Sizni yaxshi ko'ramiz.